Sovuqchilikka keluvdik. Ya, ketavergan yigitligimni bileydim-ki, lekin qizlar uyimgacha sovchi jo'natadi deb o'ylamagan ekanman. Aka, o'tib ketay. Qayerga o'tasan? Mana bu yana o'g'im, janishmagan jamoada qilib, elovni qarasin. Barqumlab jurib tasha. Chayni o'zim olib kiraman. Aka! Xush keldilaringizmi, qotaqaylar? Xullas, qiziz Shalolani qo'lini so'rab keluvdik. Menga sovchi keldim desam, bu jalmozdan Shalolani so'rab ketdi-ku. Qo'li tugun tirnoqni ham bermaymiz. Chunmi? O'g'limizni qizingizda ko'ngli bor ekan. Qizingiz ham o'g'lim alishni yaxshi ko'rar ekan. Uyquni yaxshi ko'radi, shokoladni yaxshi ko'radi, borana kistondan pul o'g'irlashni ham yaxshi ko'radi. Lekin alishni yaxshi ko'rmaydi. Og'zingni uchun. Qiziz to'ydan keyin sahar 5 da turib, ko'chalarni supuradi. Nima? Singlimiz kasal bo'lib qolmasin deb o'zimiz yaxtay suvni chaynab berib o'tiramiz. Sizlar ko'chalarni supurish kerakmi? Yana nima qilish kerak? Xirmon kirlarni qo'lda yuvish kerak. Qara 8 xil ovqat qilishni bilish kerak. Ko'rgaklar yerimiz bor. Agar atdan polni qilish kerak. Sizlarga kelinmas cho'ri kerak ekan-da. Singlimni tushimda kavagina saqlaganim uchun 20 yilda bir tushimda pullanma qildirmayman. Kasal bo'lganda doktorga borib ukol olish kerak bo'lsa, joni og'rimasin deb borib ukolni doktorga qilib kelamiz. Mana masalan kirni oshida yursa bo'lmaymi? 21 asr hozir. Qo'lda yuvsa toza bo'ladi-da. Ha, yo'q-ey. Endi maliga kibaring. Qo'lim og'rib ketdi. Ha? Qanday bo'lar ekan? Qo'lda yursa toza bo'ladi-da. Davay, zing'illatim. Shirin chiqibdi. Tuzi kam-ku. Normal ovqat qilsangiz bo'lmaymi? Abi kelin degan 48 xil ovqat qilishni bilish kerak. Aka qorong'i bo'lib ketdi, bo'ldimi? 4 gektar agarati bir kishi bajarishni o'zi bo'laman. Ertalabgacha ishlaysan. Daraxtlarda mo'xlab bersin. O kakras, keyin daraxtlarda o'qlaysan. Qalay bo'lar ekan? Pichoqni avval o'zing ur, og'rimasa keyin birovga ur. O'zida arximaydi, kelinlardan talab qiladi. Senlarni kuchli xizmatini qilsin deb singlimizni katta qilib qo'yganimiz yo'q. Aka, men shunchalik yaxshi ko'rasizmi? Bo'lmasam-chi, bitta narsani esingdan chiqarma. Ota bilan akaning eng nozik joyi bu singil bo'ladi. Singiljonim, xavotir olma. Akang tirik ekan, seni hech kimga xafa qildirib qo'ymayman.